Endi mo'ralamas kerak. Birovni uyini chaqirib eshik ochiq qolgandan kirib kelmas kerak. Eng beparosatlik mana shu bo'ladi. Birovni uyini eshigini ochib olib chaqirish harom bu. Umuman mumkin emas. Birov darvozasini teshigidan qarab bo'lmaydi, harom bu. Hatto Alloh Qur'onda birovni uyini chaqirishni o'rgatgan, shu darajada muhimligi uchun. Chaqirasan deydi, kutasan. Odatda 4 rakat namozni miqdoricha kutiladi. Sabab eng ko'p namoz 4 rakat-ku. To'g'rimi? Masalan, 4 rakatdan keyin to'xtaydi. O'zi 10 rakat masalan peshinu. Masalan, bir odam namoz boshlagan bo'lsa, juda bo'lsa 4 rakat o'qiydi. Bitta chaqirgandan keyin 4 rakat miqdoricha kut, bu degani salkam 5 minut. Chaqirgandan keyin o'sha odam namoz boshlagan bo'lsa, tugatib, bemalol chiqib ulgusin deydi. Keyin yana bitta chaqir deydi. Yana kutgun deydi. Keyin yana bitta chaqir deydi, yana kutgun deydi. Chiqmasa indamay ketaver deydi. Hozir bizda 1 minutda